Nasıl arkadaşlar yaxşımısınızlar? Bugün IP'nin hakkısı azırak məzmunlar bilan texim çıkırılganrek bir məzmunlarni sözlep ötmekçi. Aldığın karar dedik. Yani bir mühim nokta nima deganda har bir IP adresini çoqum bir subnet maski bo'lishi kerak. Agar bir kompyuterning IP adresini yozgan vaqtida quruq IP adresini yozib qo'yib man yozmasak, Windows kompüterlanacak vaqtlarda subnet maskni yozmadim deb xabar berdi. Onun ustiga biz quruq IPni yozib qo'yib subnet mask yozmasak, bu qaysi bo'lakdagi tor ekanligini uqmaydi. Qaysi network segmentnikini uqmaydi. Bu qanchasi o'xshash kelgan tor bo'lik ekanligini aniqlanmay qoldi-da quruq berib qo'ysak. Ba'zan tor bo'laklar bor, birinchi xonasi o'xshaydigan, masalan 255 deb yozib qo'ysak, birinchi xonasi o'xshaydigan tor bo'lak bo'ldi. 255 deb yozsak, oldingi ikki xonasi o'xshaydigan tor bo'lak bo'ldi degandek. Chunki switch odatda o'xshash tor bo'lakdagi kompyuterlarningki uchur aloqasi mas'ul bo'ldi-da. Unda bo'lsa agar o'xshamaydigan bo'lib qolsa degan vaqtda u vaqtda bizga routerni ishlatamiz. Masalan, shu bir router deylik, hammalarning uyida router bor. Amaliyotda hammalarning uyidagi u router degan bo'lmaydi, uning boshqa ismi bor. Hozirgi masalada qandaq deganda bu router switch uloqliq bo'ldi-da odatda. Buni ulab qo'yaylik. Adat ko'rdinglar switchninki qarasanglar bir muncha ulaydigan portlar var. Miya ko'rdinglar, miyada mana akasak fast ethernet 01, 02, 03 deb bir munchilgan ulaydigan yerlar bor-da. Lekin biz mavu router qarasak, bunun faqat qancha port var? 3 lan port var. Fast Ethernet 1, 0, VLAN 1 deb bakka. Amaliyotda VLAN degan bir virtual network, u degan bir haqiqiy emas. Shu haqiqiy physical emas bir network kirdi. Amaliyotga keskin qilib qo'ysak, buni odatda 2 yoki 3 portallar bir nimga o'xshamaydi, lekin switchninki nurg'unlagan portaldi. Chunki bir switchga balkim nurg'unlagan kompyuterlar ulanishi mumkin-ku, simli holatda. Shunga buningki portlari sal jiqroq bo'ldi. Bu birsi. Agar bu port 70 degan vaqtda biz yana buning ichiga yana biz boshqa masalan physical degan ko'dinglar, amma aytganimiz portlari shu kompyuterlarni ulaydigan. Ba'zan switchlarga miyaga yana bir narsa o'rnatqiluvchi portlar bor bir narsani. O'sha o'rnatib yana kompyuterlarni qilib bulardi degan gap. Shunga bir switchga nurg'unlagan kompyuterlarning ismlarini o'ylaymiz. Bu birsi. Agarchanda meningki oldin qitim deb o'tgandek, meningki IP adresim 1111. Hanki mening subnet maskim 255. Undaq bo'lsa, men hozir shu subnet maski 255.0.0 bo'lgan, IP adresi 10 dan boshlangan tor bekatlar men bilan bir doiradagi bo'ldi-da, biz normal paransha olamiz, xuddi menga o'xshash. Ammo 255.0.0 10 dan boshlangan, demak biz shu kompyuter biz normal aloqa olamiz degan gap. Agar men boshqa tor bekatlarni qilib qolsam-chi, agar men bu 11.1.1.2 degan tor bekatni ping qilmay, Google'ning tor bekatini ping qilib baqsam-chi, Google'ning IP adresini qo'yib men Google'ninkini ping qilib baqay deb ping 8888 deb xalqan bir IP adresini ping qilib baqsam, bu yana request timeout deydi. Chunki bu 888 degan birinchidan men bilan bir tor nimasida emas,
bir tor bölükede emas. Hechkimiz bir yerda emas, hechkimiz bir-birimiz bilan aloqalasha olmaymiz. Unda bo'lsa qanday qilsak aloqalasha olamiz degan vaqtida router orqali aloqalasha olamiz-da bu vaqtda routerning roli chiqdi. Men birinchi job ma kompyuterdan chiqdi bu nima? Men Google'ga qandayroq yaxshimi degan gapni avatdi. Bu masimda menga nima keldi? Masalan Google'ningki IP adresi 8888 deb tursak, bu switchga keldi 88 degan adresi. Bu switch nimani qabul qildi degan vaqtida birinchi bo'lib mening kimligimni belgilaydi. Sen kim deb so'raydi-chu birinchi. Switchning ichida bir jadval bor. Jadvalga kimning kimligini, kim qaysining kirganligini deydi. Masalan, FA01 degan gap bu switchning bir porti. Meningki FA0 degan portim switchning FA01 degan porti bilan uloqliqchi. Shunga uloqliq bo'lgan uchun ma'vu birinchi so'raydi. FA01 degan portimdan bir xabar kirdi. O xabar 10dan 1dan 1 degan adresdan kelibdi. Demak, bundan keyin FA01 degan portimdan kirgan har qanday xabar mushu IP adresdan kelgan xabar deb ashni yozib oldi. Andan keyin boshqa bir kompyuter men mushu 1111 degan IP adres xatni o'tmoqchi desa, u xatni mush FA01 degan portidan chiqarib berdi. Mesela bir jadval yozib oldi. Buga degan bir inchikilgan bir nima qo'lsanglardan bo'lgan bir konsept endi. Bu qanday bo'ldi deganda yaxshimsiz degan gapni mening adresim 1111. Men 888 deganga xat yozmoqchi deb keldi-da. Bu shun bilan 888 degan gap yo'q-ku buning ichida. Buni bir jadval bor-ku. Bu jadvalning ichidan qaraydi 888 degan narsa bormi deb. Bu jadval bir-biri bilan aloqali bo'lgandan keyin to'liqlanib mangdi-chu. Bu agar buning jadvali to'liq deb o'ylab tursa, buning jadvalidagi hamma adreslar 10 dan boshlangan adreslar 255 hisoblat maskasi ma'lum bo'lgan 10 dan boshlangan adreslarda. Şu an bu 888 degan adresni bu yerdan topolmaydi. Hech qaysi kompyuterning unda adresi yo'q. Bu yerdan topolmasa local network yo'q degan gap chiqadi. Agar local network yo'q bo'lib qolsa, bu buni gateway ga berdi. Gateway degan bir mush rayon saqlaydigan eng oxirgi bir mudofaa mazgili damdoq yabons bir chazdek bir yerchi gateway. Gateway odatda router naqshida gate. Shu agar bu 860 degan adresni mush local area topolmasa, buni gateway ga yo'llab berdi, ya'ni routerning ichiga yo'llab berdi. Router buni qabul qilib, andan keyin teshidagi dunyodagi tor bilan ulaydi buni. Shunday orqali biz teshidagi dunyo bilan bunday shaklda paranglashib olamiz degan gap. Ani keyin gapni qilib qo'ysam, bizning oilamizda odat ishlatilgan uydagi ishlatilganni odatda switchni qancha javohanji deydi. Biz oilada ishlatilganda lekin qarab baxsanglar, meni uyam qarsam faqat birlam narsa bor, menga o'rin tutmagan vaqtida odamlarga birlam narsa o'rin tutmagan, unda switchda bir o'rnatib routerda bir o'rnatib nim qilmay router ya bo'lmasa mod deb bilan bir o'rnatib qo'ygan ya bo'lmasa modem deb bir o'rnatib qo'ygan deb savol paydo bo'ldi. Lekin jiq vaqtlarda biz oilamiz ishlatilgani o'sha routerning roli bilan switchning rolini birikib ketgan bir uskunda. Buni qancha Samsung javohanji deydi. Samsung javohanji jiq yalishtirdi. Ko'pincha oilalarda mushtar narsani ishlatadi. İkisi birikib ketgan. Buning ichida umi bir hisobda bir switch, lekin uning ichidagi tok yo'llarini qarsanglar bir routerning rolini o'ynaydigan bir bo'lgi bor-chi. Ashtaq narsa. Shu orqali biz teshik dunyo bilan paranlasha olamiz degan. Ammo yana bir masala nima degan vaqtida bizga Google'ni agar Google chiqmoqchi bo'lsak www.google.com deydiq, biz ya 888 deb yozmayman deb o'ylasanglar mumkin. Shunga 888 degan narsa qandoq bo'lib Google'ga aylanib qolyapmiz. Google qandoq bo'lib 888 ga aylandi. Biz nima ish 888 deb yozsak Google'ga bora olamiz.
degan gap chiqadi. Amaliyotda buningki aslingi logikasi hamma narsa IP adresi orqali bo'ldi. Unda biz nimishqa xat orqali yazsaqmi, yana IP adresi barni to'g'ri topa olamiz degan masala chiqdi-da. Birinchi deydigan gap, nimishqa biz www.google.com ni shiltimi 888 deb chiqyapmaydi. Yana birinchidan as tutishqa yaxshi emas-ku. Masalan, www.google desak birdan esimizda qoldi. Google'ning 888 yana bir tor bekatninki 666 deb qo'limizda yodlab o'tsaq, bu bek qalaymiqanchilik chiqib kelib chiqadi-ku. Google.com degandan google.com degandan jiq murakkab bo'lib ketdi. Shuna biz agar mushta xat orqali qilsak nimga yaxshi degan bir mazmun kelib chiqadi. Bu xatni qanday qilib IP adresga aylantiramiz degan vaqtida bundan bir server ketadi. Buning ismi DNS server. DNS'ninki to'liq ismi Domain Name Services deydi. Domain name degan gap mushu www.google.com deganlarimizni domain name bo'ldi. Qancha Yuming bo'ldi-da. Mushu domainning ismi degan gap. Bu domain ismini aylantirdiganga bir DNS server ketidan bu tordagi bir yerda har bir rayonning bir DNS servisi bo'ldi. Masalan, Urumchining bir DNS servisi bo'ldi deb misol qilib tursak, Urumchining bir DNS servisi bo'ldi, ichida Google'ninki tor bekit qancha, Appalachining qancha deb hammasi aşağıda bunun bir jadval bo'ldi-da. Buni 5 yil yozgan vaqtida mush jadvalning ichida yozib to'shqizib qo'ydi. Shunga mush server bildi ashnasini. Shunga kompyuteringlarni ichib qarsanglar IP'dan boshqa yana DNS server deganga ismini yozib qo'yamiz. DNS serverga mush o'zinglarningki local areaning DNS serversining IP adresini yozib qo'ysizlar. Shun bilan agar www deb yozsanglar, bu DNS serverga berib DNS qarab, Google'ni izlabdi, Google'ninki 888 deb qaytarib berdi. Agar qaytarib bersa, 888 ni izlayman deb miyaga olib berdi. Bu shunga bilan 888 ni izlab routerga berdi. Shunga 888 bu dunyoning bir yerda, o'shadan yana sizlar qaytib keladi degan. www.google.com ni izlamoqchi deb deyman. Lekin www.google.com degan bir xatda, bu xat buni uqmaydi bular. Shunga bunga men o'zimningki DNS server mushu xatni IP adresiga almashtiradigan bir serverningki IP adresini yozib qo'yman. Masalan, uning IP adresi 555 bo'lsa, mushuning adresini yozib qo'yman. Ama invalid bo'lib qoldi. Amaliyotda IP adreslar undaq bo'lmaydi, lekin men misol uchun yozib qo'ydim-da. 555 degan DNS mana. So men www.google.com deb bossam, menga badiya buni xatni uqmaydi, lekin DNS ga aytib berdi uqmaydi. DNS keldi, DNS qarab o'zining jadvalisi bor buni. Google'ning mancha, planchining mancha deb. Google'ni izlabdi, Google'ning qancha deb izlaydi. Google'ningga qarasa 888 ga. Shun bilan bu 888 degan IP adresini men qaytarib berdim. Men 888 ni qaytarib olgandan keyin, undan men 888 ni izlayman deb yana switch qilib berdim. 8 bunda qarab biqib bu local areada 8 degan narsa yo'q-ku, bu cho'qim boshqa yana o'xshaydi deb meniki gateway'imga ya'ni router'imga berdim. Router bunda qarab 888 ni izlamoqchiman, men izlaydi deb shundan 888 Google'ninki mush tordagi yan bir servisini izlaydi degan gap. Shunga Google'ning servisini izlaydi, Google shu men qaytarib berdi. Mana bu tor bekat deb qaytarib bersa, men tor bekat deb qaytarib berdi. Mana men tor bekatdan deb bo'ldi. Amaliyot bu necha daqiqaning ichida yuz bergan ishlar, shu necha daqiqaning ichida nurg'ulg'an ishlar yuz berdi. Men faqat tip of the iceberg. Ya'ni bir muzdag'ning kichikgina bir qismi bu faqat. Buning ichida yana nurg'unlagan ishlar yuz berdi, lekin oddiy qilib esaq, shunda bir shakka. Keyin yana bir narsalar qo'shildi. Agar qiziqsanglar, texim cho'nqur qilib tushuntirsak bo'ldi.